Assalomu alaykum Dilshod Moto'ning aziz podpischiklari, aziz yurtdoshlar, men Dilshod Moto do'konimiz zo'r texnikalarga kelgan bitta avzo qilib tushuntirib o'tamiz. Xizmatimiz yoqsa like va podpiskani banglatib bosinglar, qo'ng'iroqcha tugmachasini ham banglatib bosinglar. Xizmatimiz yoqsa tomosha qilinglar, qani ketdik. Aziz yurtdoshlar, mana yangi kelgan traktorlarimiz Agro Globe ko'rishingiz mumkin. Ko'k rangda kelgan. Bir xil rangda kelgan hammasi. Nimasidan boshlayman? Motor. E'tibor beradigan narsalarni aytib o'taman. Xo'sh, motor 18 ot kuchi 1105. Xo'sh, ana bu orqasiga ham yozilgan bo'lishi kerak, adashmasam. Mana 1105 ko'ryapsizlarmi? Blokka shunaqa yozilgan bo'lsa, bu zavodskoy zavoddan chiqadigan texnika. Oldi balonlari, xo'sh, necha yozilgan? 512. Orqa baloni razmerini ko'raylik hozir buni. Orqa balonning razmeri katta edi qilib. Orqa baloni 6,5 ga 16 ekan mana. 6,5 ga 16 katta balondan qo'yilgan. Orqa ko'tarib tushiradigan silindrlari ham bor. Mana ikki xil. Oldiniki, orqasiniki ikkita. Oldinda ham xuddi shunaqa mana silindrlar qo'yilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Oldiga ham xuddi shunaqa silindrlar qo'yilgan. Xohlasangizlar jatga, rotorni kasilka va oldiga mana lapatka padni unaqa qiladigan, tekislaydigan toqib ishlasangizlar bemalol ko'tarib tushadi. Hammasi ishlaydi. 3 ta remen, mana 3 ta remenlik baquvvat va boyaga aytgan narsalar ham harakatdan motordan olgani uchun remen yana dabashni qo'yilgan bu yoqqa va dinam 100% tokni to'ldirib beradi. Hammasi isbotlangan. Mana undan tashqari mana solarka datchik, akkumulyator datchik va davleniya datchik. Ko'ryapsizlar? Hamma datchiklari bor. Undan tashqari filtr inamarkasini ko'ryapsizlar mana. Bu havo bu yoqdan kiradi, mana havo kiradi, filtr ana bu narsa yoqqandan keyin aylanadi bu. Aylangandan keyin ichiga chang kirishi bu 100% dan 1% bo'ladi. Va filtrni kattaligini ko'ryapsizlarmi? Va undan tashqari mana tagiga 50 gram atrobotka solib qo'ysangizlar va shu chotki ichiga umuman chang kirmaydi. Xo'sh, yana nimasi ko'rsatamiz? Orqada ham mana faralari bor. Gidrobak, vertyonka solinadi bunga. Silindrlarni ishlatish uchun. Keyin chatani yana kengayadi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlarmi? Yana qancha joyi bor. Yana bu почти 10 sm bu yoqqa chiqadi. Bu ham 10 sm bu yoqqa chiqadi. Endi tasavvur qilinglar. Любой agatga tushadi bu. Mana bu rushnoy gaz. Rushnoy. Mana oyoqda ham bor gaz. Xo'sh. Mufta va yakka tormoz. Ana buni ajratib qo'ysangizlar, orqasida bolt ajratib, qaysi tomonni bossangizlar, o'sha tomon to'xtaydi, o'sha tomon unisi aylanadi. Masalan, bu yog'ini bossam, mana balon to'xtaydi. Bu balon aylanadi, joyiga aylanadi bu. Mana bu skorus. Mana. Panejniga 6 ta skorus, poveshiniga 6 ta 3 ta skorus. Panejniga 3 ta, poveshiniga 3 ta. Mana bu panejni poveshini richagi bu mana. Hozir poveshiniga qo'yib haydab keldik. Mana past ko'rsa panejni bo'ladi. Va undan tashqari yana gulishtirlar ham kattasidan qo'yilgan. Oldida faralar ham mana 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta fara. Tasavvur qilyapsizmi? 7 ta fara. Любой agatga kirib bemalol ishlashga yetib ortsa kerak. Mana pоворотниклari ham bor, avarenkasi ham bor, ishlaydi. Bitta qiladigan ishlaringiz endi xuddi mana shundan tortib ana bu yoqqa arzimagan pul turadi. Pоворотник avarenkaga anaqa qo'ysangizlar, orqasiga ham ko'rsatadi bemalol. Xo'sh, yana nimani aytib o'tamiz? Hozir bu tayyor. Yoqilg'i sarfi soatiga nagruzkada ishlasa, agar bu motor soatiga nagruzkada ishlasa, yer haydasa, pullik torsa, shu ishlarni qilsa 1 litr 200 gram solarka yoqadi. 1 litr 200 gram bu o'zi solarka yoqmaydi degan gap bu. Agar joyida, samoxod joyida yonib tursa 300 gram. Yursa 400-500 gram solarka yoqadi. Undan tashqari radiatori antifriz suvda sovutadi, o'rtoqlar. Buni radiator antifriz suvda sovutadi. Bu o'zini shunaqa qilingan. 1105 18 ot kuchi
Endi boshqa joylarda 20 ot kuchi deydi, yana nima deydi. Biz bor haqiqatni aytib sotamiz, o'rtoqlar. Undan tashqari birkalari ham bor mana bu yoqda. Bu zavoddan chiqadigan texnika. Mana bu metallari ham qalin, mana ko'rishingiz mumkin. Arzon texnikalar uchasizlar, unday deb, lekin temirni sifatiga e'tibor bermaysizlar. Temir sifatiga e'tibor berish kerak. Motorga e'tibor berish kerak. Mana bunaqa o'yib yozilgan joyiga e'tibor berish kerak. Xarakteristikasiga e'tibor berish kerak. Odamlar qimmat deydi, boshqa narsa deydi. Inomarka bilan o'zimizning mashinaning farqi bormi? Конечно, albatta bor. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Boshqa arzon bilan qimmatni farqi bo'lganda, bunda ham shunaqa farq bor. Ana temirlari qalin buni, ko'rasizlar? Qalin buni. Ramalari ham baquvvat qilingan mana. Ko'rishingiz mumkin. Arzon texnika emas. 18 ot kuchi. Komplektida hozir endi ko'rsatib o'taman. Videomiz shu yerdan davom ettiramiz. Komplektida o'rtoqlar, qaranglar. 1.20 lik pochva freza. Boshqa traktorlarda 1.20 lik bo'lmaydi. 1 metrlik bo'ladi yo 90 lik bo'ladi. Bu 1.20 lik pochva freza, ya'ni 1.20 joyni og'darib ketadi va undan tashqari ikki korpusli plug. Mana. Ikki korpusli plug. Bitta kalta, bitta uzun bo'ladi. Mana oldida keyin temiri bo'ladi, mana bunaqa mana. Mana bunaqa temiri bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu ikki korpusli plug. Komplekt shu narsa qo'shib beriladi. 1.20 pochva freza va ikki korpusli plug. Mana shu narsalar qo'shib beriladi. Yana traktorni ko'rsatishda davom etamiz, ketdik. Ana endi traktorga qaytib keldik. O'rtoqlar, yana aytib o'taman. 28 million, 27 million, 26 million degan traktorlar bilan o'rtoqlar buni solishtirmanglar, iltimos. Buni sifati bilan ularning sifatida yer bilan osmoncha farq qiladi. Hamma narsasini ko'rsatib o'tdim. Даже akkumulyatori ham 45 amperlik. 45 amper. 45 amper. Xo'sh. Endi nimasini ko'rsatsak bo'ladi? O'sha hamma narsasini ko'rsatib bo'ldik. Hozir bundan keyin ana endi haydab ko'rsatib beramiz. Videomizni kuzatib boringlar. Hali bundan qiziqlar oldinga. Yana ham bu katta tilichkalarni ham tortadi bemalol. Ana bu katta traktorlarning tilichkasi bor-ku. O'shaning bittasini bir bemalol tortadi. Baquvvat, o'ta baquvvat texnika. Boltlar ham 5 ta bolt mana. Bu yoqda ham 5 ta bolt, 5 ta bolt. Stupitsalari baquvvatidan qo'yilgan. Narxi 30 million so'm kelishtirib beriladi. Bizning podpischilar hech qachon norozi qilmaganmiz, bundan keyin norozi bo'lib ketishmagan. Dilshod Motoga kelaverasizlar. Kelishtirib beramiz. Ana endi traktorni bitta yuritib ko'rsatib beramiz. Do'stlar, mana traktorimizni yuritib ko'rsatamiz mana. Hozirda skorost urib olamiz. Mana panejga qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin. Panejga qo'ydik, ketyapti ana. Panejga skorost bu. Rolni to'g'rilayveramiz. Ketgan. Yangi kelgan bu mini traktorimiz. Boshqa traktorlar bilan buni sifatini solishtirmanglar o'rtoqlar. Narxi ham shunga bog'liq. Bu arzon traktor emas. Ana bu temirlari qalin buni. Ramalari qalin, hamma joyi sifatli ishlangan. Yana ventilyatorlarni ko'ryapsizlar? Chang umuman kirmaydi, tozalab turadi ventilyator o'zini. Ha. Orqa ko'tarib tushadigan silindr va oldiga silindr. Ana shu mini traktorimiz, ko'rishingiz mumkin. Odam yo'q ustida mana. Bemalol o'zi ketyapti. Yerni ichiga ham shunday qo'yib yuborasizlar, o'zi ketadi, tamom. Orqasiga plug to'qasizlarmi?
freza taqasizlarmi? O'zi ketadi, tamom. Bunga odam shart emas bunga. O'zi yuradi. Faqat orqasida pulni sanab yurasizlar. Boshqa qiladigan ish yo'q, tamom. Bu ana frezani qo'shib ajratadigan narsa, reduktor mana. 3 ta remenlik. Oldiga rotorni kasilga va jatga taqsa bo'ladi bemalol. Ana endi haydaymiz. Boz birinchi ko'rda. Shu ko'rda. Kavishiniga qo'yamiz endi. Kavishini chopishini ko'rasizlarmi? Vashshi. Tormozlari ham joyiga ushlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Dilshod moto do'konimizdan mini traktorlar. Bundan hali bor kelaverasizlar. Signallari ham chotki. Xo'sh. Avariyaga faran yoqamiz. Nima deyapti avariyaga? Qaralarchi. Ana endi o'chiramiz. Bilan yana men bo'ldim. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz tan jonlar sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, yurtimizga kelishlar eson-omon nasib aylasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yangi yil yaxshi kutib olinglar, yangi yil bayramini hammani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar.